Shunday odamlarni ko'rganman, shunday do'stlarni, shunday bolalarni ko'rganman. Perjivat qiladi, sizni qayg'ingiz og'riyapti, perjivat qiladi. Qarang qanday yaqin. Men ichkariga kirgan paytim Bobur aka 3 ta 4 ta o'g'aynim ana shu bolalar yomon perjivat qilgan. Bobur onam aytadilar, "Bolam, Tailandga qolib ketishdi-ki, oilam men." Har kun yig'lab chiqar aka Bobur. Yig'lab onam yoniga chiqar ekan. "Bolajon, zo'r ketayotdi o'rtog'im. O'rtog'im zo'r ketayotgan ekan, o'rtog'im" deb yig'lab chiqar ekan. Yig'lab diyorlarga kelar ekan-da. O'g'aynim sog'indim. Men u o'g'aynimga moshin tugul butun borimni berib yuborishga tayyorman aka, unaqa o'rtoq. U onam shunaqa xursand bo'ldilar aka, o'rtog'ingga berib zo'r qilsan-da bolam debdilar. Shunaqa xursand bo'libdilar, ishonasam shunaqa perjivat qiluvdi deyaptilar. Aka, mana shuning uchun dastoyni deb mana shunday bolalarni aytadi-da. Reklama qo'ygan. Harakat qilib pulini oldim. Aka, nima qilsam deyapman. O'rtog'imga shunday telefon qilsam, o'rtog'im kelib men yonimga ko'p kelib yuradiku Bobur. Kelyapsan desam, "Boraman, taksi qilaman" deydi, yoki metro qilaman deydi. Qarang, yo'lda o'g'ayingiz bo'lib turib, hozir shu darajaga yetkazgan. Ispanchik bo'lmasa men Tailandga bormasdim. Avval oldi. Men Instagram rivojlanmasdi. Menga Instagramdan pul kelyaptimi? Bobur turibdimi bu narsaga? Men Boburga liyimni berib yuborishga tayyorman. Aka, shunday oldim pulni bismillah deb shunday bordim. U hech qanday pulni berdi, mashina shunday oldim. Men kredit degan narsalarga frontadan kreditdan uzoqroqman. Foiz tiqib sizlar mazalat hojat deydi. Unaqa narsadan uzoq bo'lish kerak. Kredit foiz deb. Shunday bordim, shunday sotib oldim. Shunday Boburga berdim. Uni kayfini ko'rib, undan xursandchilikni ko'rib, menga $1 pul bersa ham unday xursand bo'lmayman. Birinchi marta Said Olmazor suvga chiqarib o'rgan yomon xursand bo'ldim aka. Meni o'rtog'im xursand bo'lgan shunday xursand bo'ldim. Xudojon rahmat deyap, seni yaxshi ko'raman deyapti-ki, u narsa menga aytmagan, o'rtog'im seni yaxshi ko'raman demagan shu yoshgacha. Men seni yaxshi ko'raman deyapti.